shuhrat ko'raversin. Bu summatiga kelinlar arshimizdan tinch bo'lsin. Shu yerda baxt saodatli bo'lib yashash ro'za nasib eylesin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Allohu Ha. Mana shu ikki o'n ishini yutib qo'ying. Sen 14 so'tida yozmabsan? 14 so'tida 7 so'tiga yozmabdi. Yozmagan. Tursunmatov Dilshod Haydarov usta. Bizni ham yozib qo'ygan olmasiga? Biz o'zimiz ham yozib qo'ygan. Sen o'zi borsan mayli, ating bor yetadi, senga sotyapti. Ben qo'yishim kerak. 7 so'tga yozilgan. 14 so'tidan. 14 so'tga. Qani 14 so'tga. 7 so'tga sotib qo'ygan. Mana shu so'ma. Biz bilsak bu. Onun arkasıya falan yozib qo'ying. Ha, yozib orqasiga yozib qo'y, qo'laveradi. Ko'rishga bor. Videoyu olding o'qiganlarmi? Ayol yolyapti. Choy chekani qo'yib. Ha? Menga ham qo'yasizlar. Tarixda muxlarni qolyapti-da bu narsa, bu yigitlar. Ustam uyga kirib choy ichganman. Guvohlik qildi. Tarixiy odamlar safiga kirdilar mana. Amir Temur davrida ham bunaqa bo'lmagan hatto. Hozir endi zamonimiz bo'lsa. Qaysi Rustam? Lentaydi ekan. Eng tag. Lentay qo'yib. Mana endi sana oling 1300 dollar. Sana oling. Hop. Topib olsang ham sana ol deydi. Mana varadini olib qolaman. Mana varadni sizlar olib qolasizlar. Daftari bo'yicha olib qoladi. Ha, daftar bo'yicha olib qolaverasiz. Behisob olasiz. Nima mas'ul olib qolaman? Ko'r ko'zam bo'ldi. Bunday. Bo'ldi. Raqamlarni olmaysan videoga. Shu raqamlarni ha. Va shunga o'qitdimmi? Chashlarni to'kib ketgan. Bu ham yangilarni shu yana. Hali eski chiqib ketgan, aralashib yuribdi. Eski. Qahmasin. Yo'q, olmaz masalan. Eski dollarimiz bor-ku, hangi dollar. U ham aralashib yuribdi bitta-ikkita. Uni arzon olyapti, 10 ming kam oladi. Shunaqa oladi. Boqga Eskisini oladi. bankdan olmaydi bizga bor. Yangi bo'lsa boradi. Eski bo'lsa olmayman men uni. Baribir anaqasi chiqadi uni. So'raydi eski biz yangi desa oladi, bo'lsa yo'q. To'g'ri ko'rib bo'laveringmi? Yangilarni olib qo'yadi borsangiz. Ishlayaptimi bankda? Mana shu beradi qo'ydi. Qayerda, qaysi bankda? Hamkorlar ishlaydi. Ha? Kim bilmaydi, mana aytmaymiz. Tamam. Endi bu yarmi yana sotaman deb qolsangiz nima bo'ladi? Ashidami? Behisob olasiz. Shuni oldan o'tasiz ekan. Bo'ldi, mana shu tarix. Ko'tarib Yo'q, uni kecha, ayo, miyada turadi, u har bir gapirilayotgan gaplar, xudo xohlasa nimasi yo'q. Ko'tarsang, O'zimizda qolsin endi bir yo'li. Mabodo. Nasib, akbarlarni tupaga chayka yurgan haligi kattalarim aytishdi, qo'sas mahallangga ber, yaqinroq. birinchi ashna so'raysiz konkursida. Ya, deyilgan yeri bor. Keyin boshqaga deyilgan. Haqiqat nasib ekan baribir aynan. Eng haligi ko'ngilda xizmat qilib turgan taraf mo kanalida. Eng haligi bir rafo. Yomon bo'lgan. Bir necha susul bo'ldi. Jumal o'tirdi. Mujmal oldu. Oxiri So'raldim. bunday ko'ngil hammani ko'ngli tinchidi. Bo'lmasa u davlat anaqasi qoliga yerga surib ketaveradi. Shunaqa.
To'ldi ama. Yaxshimikan? Tuzlar qanaqa men to'lsa ko'rib qo'ydim. Sana olamaz. Sana ol. Nerede ikisi koyulmazdı? Koydum. Kısarsın. Ne koymazsan çiftlerini. 11, ne olur? 26 lira. Ha, Bugun 11 число. ha, maçlar yok. Hadi körüp fazla çiftlerini. Olursa. Yopibla qo'y polni. Ben o çıkan kirib olibsiz. Arada ya, agar suv bo'lsa-chi, arada. O nariyalik ekan. Sizlar taraf sovuq ekan, hamma yerda. Nari, magar yuradi. Bir soat, nima chaqirdilar. Gülüşte ekan. To'rttaga Bo'pti. Uylariga to'playmiz. Baraka topilgan ham yaxshi kunlarga ishlataylik. O'ylar Duo qiling endi Dilshod aka. Hammamizga rahmat. Topganlarimiz, joylar. Berekasini bersin. Jahon ishini sotganga ham qutlug' bo'lsin. Bugun barakali pullarimizni yaxshi kunlarga ishlating aka. Nima yaxshi aytdingiz. Hammamiz sog'lik mahalla ko'y bilan tinchlik davomida shunaqa oldi berdi qilib ro'za nasib aylasin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah. Alloh. Rahmat.